Seni rizqing Allohning zimmasida. Muhimi sen mehnat qilyapsan, Alloh aytgan sababni qilyapsan, undan keyin nima bo'lar ekan deb g'am qilma. Qana bo'lar ekan, nima bo'lar ekan? Yana bir yil krizis bo'lar ekan. Xudoning aytgani bo'ladi. Chunki Alloh o'zini zimmasiga olganligini aytayapti. Allohning zimmasiga, alalloh. Nima Allohning zimmasiga? O'rmalaganki narsaning rizqi. O'rmalagan aqli yo'q jonivorning rizqini bergan Alloh. Aql hushi joyida. Alloh deyotgan solih bir mo'min bandasini rizqsiz qo'yib qo'yadimi? Seni rizqing Allohning zimmasida. Muhimi sen mehnat qilyapsan, Alloh aytgan sababni qilyapsan, undan keyin nima bo'lar ekan deb g'am qilma. Qana bo'lar ekan, nima bo'lar ekan? Yana bir yil krizis bo'lar ekan. Xudoning aytgani bo'ladi. Chunki Alloh o'zini zimmasiga olganligini aytayapti. Allohning zimmasiga, alalloh. Nima Allohning zimmasiga? O'rmalaganki narsaning rizqi. O'rmalagan aqli yo'q jonivorning rizqini bergan Alloh. Aql hushi joyida. Alloh deyotgan solih bir mo'min bandasini rizqsiz qo'yib qo'yadimi?